gapirmayman deyman-u, gapirmasam bo'lmadi. Instagramga qatga kirsangiz, ayollarni eshitish kerak, ayollarni tushunish kerak, ularni tushunish uchun ularni tinglash kerak, ularni o'zini joyi kerak, ularni o'zini fikri bo'lishi kerak, ayollarni rozi qilish kerak. Qachondan beri bir ummatning farzandi, bir O'zbekistonning o'g'loni, bir musulmon inson, bir erkak kishi xizmat qilib, maqsad qilib, da'vo dard qilib, bitta xotinni rozi qilishga, bitta xotinning nafsini qondirishga umrini sarflagan bo'lib qoldi. Qachondan bu narsa paydo bo'ldi? Nima uchun nafs davomman aytaymi? Ayollarni biz eshitmadikmi? Biz eshitdik. Ayollar, masalan, men eshitayotgan. Shu vaqtgacha sizlar uzoq yillar, ming yillar nonni qo'lda yopardinglar. Hozir magazindan olib chiqilyapti. Sutni qo'lda sog'ardinglar. Hozir magazindan olib chiqilyapti. Xamirni qo'lda qilardinglar. Hozir magazindan olib chiqib berilyapti va buni erkakni cho'mchagidan qilyapti. Ayollarni eshitmayapmizmi? Kirni qo'lda yuvardinglar. Hozir mashina yuvyapti. Parashokini ham, tokini ham erkak kishi to'layapti. Bolani tegnisini yuvardinglar. Hozir pampers qilyapti. Uni ham pulni erkak to'layapti. Ovqat qiladigan har xil texnologiyalar, har xil gul pishiradigan, fri pishiradigan bir narsalar. Butun hozirgi zamonaviy industriya, texnologiyani hammasi xotin kishining qo'lini bandlikdan olib, uni rozi qilish uchun erini cho'nchagidan pul olish uchun ishlayapti. Yana biz rozi qilmayapmizmi? Qachongacha bir erkak kishi, bir jamiyatning a'zosi dunyoda o'zini o'rnini topib, xizmat qilib, vatani uchun, millat uchun qayg'urish o'rniga bir ayolni nafsini roziligi uchun harakat qiladi? Qaysi jamiyatda